sanoat hamda havaskorlik va sport usulida baliq ovi ishqibozlari diqqatiga. Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 9-fevraldagi saksoniy insonli O'zbekiston Respublikasining tabiiy suv havzalarida baliq ovlash qoidalarini tasdiqlash to'g'risidagi qaroriga muvofiq joriy yilning 16-aprelidan to 31-mayga qadar ushbu hududdagi tabiiy suv havzalarida baliq ovlash taqiqlanadi. Arnasoy, Juker hamda Zolotoy mostlarda shu postlarga Aydar Arnasoy ko'llar tizimi MChJ tomonidan shu baliqlarning urush mavsumida baliq ovi taqiqlanishi to'g'risida maxsus e'lon yopishtirilgan. Ko'rishingiz mumkin. Mana 16-apreldan to 31-mayga qadar sanoat hamda sport usulida baliq ovlash taqiqlanadi. Ma'lumot uchun hammaga.